Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni tushuntiraman. Ayrim holatlarda kvartira tortib olinishi, uy-joy bo'yicha huquqlar cheklanishi yoki mulk egasi o'z kvartirasidan ayrilib qolishi mumkin bo'lgan vaziyatlar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir oilaga, kvartirasi borlarga ham, yangi uy sotib olayotganlarga ham, ipotekada yashayotganlarga ham, meros orqali uy olganlarga ham tegishli. Chunki ko'pchilik kvartira mening nomimda bo'lsa, hech kim tega olmaydi deb o'ylaydi. Lekin qonunchilikda, sud amaliyotida va real hayotda shunday holatlar borki, hujjatni noto'g'ri rasmiylashtirish, qarz, noqonuniy qurilish, soxta shartnoma yoki oila a'zolari huquqini buzish natijasida odam uydan ayrilib qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga vahma tarqatish uchun emas, balki aniq, tushunarli va amaliy yo'l yo'riq berish uchun gapiryapman. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu mavzu bo'yicha imkon qadar ko'proq odam ogoh bo'lishi kerak. Avvalo eng muhim narsani tushunib olaylik. Davlat hech qachon shunchaki kelib qonuniy egasining kvartirasini olib qo'ymaydi. Agar uy-joy sizning nomingizda bo'lsa, kadastr hujjatlari to'g'ri bo'lsa, sotib olish shartnomasi qonuniy bo'lsa, qarzlar bo'yicha sud qarori bo'lmasa, uy noqonuniy qurilmagan bo'lsa, sizning mulkingiz konstitutsiya va qonunlar bilan himoyalangan. Lekin mulk daxlsiz degan qoida mutlaq emas. Ya'ni ayrim holatlarda sud qarori bilan, kompensatsiya to'lash sharti bilan yoki qonun buzilishi aniqlanganda mulkka nisbatan majburiy choralar ko'rilishi mumkin. Masalan, uy noqonuniy sotilgan bo'lsa, bitim bekor qilinishi mumkin. Kvartira garovga qo'yilib, kredit to'lanmasa, bank uni undirishga qo'yishi mumkin. Davlat ehtiyoji uchun yer uchastkasi olib qo'yilsa, kompensatsiya masalasi ko'tariladi. Yoki bir kishi qarzlarini yashirib, mol-mulkini qarindoshiga sotdim deb ko'rsatsa, sud bunday bitimni haqiqiy emas deb topishi mumkin. Oldin ko'pchilikda hujjatlar qo'lda eski order, eski hokimiyat qarori, notarial ishonchnoma yoki kelishuv qog'ozi asosida yurardi. Bir odam boshqasiga pul berardi, mana kalit yashayver derdi. Kadastrga o'tkazilmagan, notariusdan o'tmagan, davlat ro'yxatdan o'tmagan uy oldi sotdilari ko'p edi. Hozir esa tizim raqamlashib boryapti. Kadastr, notarius, ijro hujjatlari, garovlar, taqiqlar, sud qarorlari, kommunal qarzlar, soliq ma'lumotlari elektron bazalarda ko'proq ko'rinadi. Shu sababli ilgari yashirin qolgan muammolar hozir tezroq aniqlanadi. Yangi tartiblar va amaliyot nimani o'zgartiryapti? Asosiy o'zgarish shundaki, davlat organlari va sud ijrochilari mulk bilan bog'liq cheklovlarni ancha tez qo'ya oladi. Notariuslar bitimdan oldin kvartirada taqiq, garov, sud nizosi bor yo'qligini tekshiradi. Kadastr hujjatisiz va ro'yxatsiz harakat qilish qiyinlashadi. Bu yaxshi tomoni firibgarlik kamayadi. Lekin yomon tomoni hujjati chala odamlar, qarzdorlar, noto'g'ri rasmiylashtirganlar. Ishonchnoma bilan yillar davomida yashab kelayotganlar katta xavf zonasiga tushadi. Birinchi xavfli guruh kvartirani faqat ishonchnoma asosida sotib olganlar. Masalan, siz 2020 yilda bir odamdan $40,000 kvartira oldingiz. U sizga notarial ishonchnoma berdi. Sotish, ro'yxatdan chiqarish, hujjat qilish vakolati bor dedi. Siz pulni berdingiz, ko'chib kirdingiz, lekin oldi sotish shartnomasini rasmiylashtirmadingiz. Oradan 3 yil o'tdi. Endi egasi vafot etdi. Yoki egasining farzandlari bu uy meros otam sotmagan deb chiqdi. Sizda pul berganingizni isbotlovchi tilxat ham yo'q, bank o'tkazmasi ham yo'q. Bunday holatda eng katta xavf sizda. Chunki mulk huquqi ishonchnoma bilan o'tmaydi. Ishonchnoma faqat vakolat beradi, mulkdorlikni bermaydi. Ikkinchi xavfli guruh qarz tufayli sudga tushganlar. Masalan, odam bankdan 200 million so'm kredit olgan, to'lamagan. Yoki aliment bo'yicha 80 million so'm qarzi bor. Yoki tadbirkorlikda sherigiga 300 million so'm qarzdorligi sudda tasdiqlangan. Sud qarori chiqqach, majburiy ijro byurosi qarzdorning mol-mulkini aniqlaydi. Agar bank hisobida pul yetarli bo'lmasa, avtomobil, yer, kvartira kabi mol-mulkka taqiq qo'yilishi, keyin undirish masalasi ko'tarilishi mumkin. Bu degani har bir qarz uchun darrov kvartira olinadi degani emas. Lekin qarz katta bo'lsa, boshqa mol-mulk bo'lmasa, uy-joy bo'yicha huquqiy jarayon boshlanishi mumkin. Uchinchi xavfli guruh ipoteka kreditini to'lay olmayotganlar. Ipoteka bilan olingan kvartira ko'pincha bank foydasiga garovda turadi. Masalan, siz 500 million so'mlik uy oldingiz, 100 million boshlang'ich to'lov qildingiz, 400 million kredit oldingiz, 1 yil to'ladingiz, keyin to'lov to'xtadi. 6 oy, 9 oy, 12 oy qarz yig'ildi, penga qo'shildi. Bank avval ogohlantiradi.
restrukturizatsiya taklif qilishi mumkin. Lekin natija bo'lmasa, sud orqali garovdagi mulkni sotish masalasini ko'taradi. Ko'pchilik men bu uyda bolalarim bilan yashayman, bank olmaydi deb o'ylaydi. Ammo garov shartnomasi bor bo'lsa, bankning talabi jiddiy huquqiy kuchga ega. 4-xavfli guruh noqonuniy qurilish qilganlar yoki kvartirani ruxsatsiz o'zgartirganlar. Masalan, ko'p qavatli uyning 1-qavatida yashovchi odam balkon oldini yopib, yana 15 kvadrat metr xona qilib oladi. Yoki yuk ko'taruvchi devorni buzib, oshxona bilan zalni birlashtiradi. Yoki umumiy yo'lakdan joy ajratib, eshik qo'yadi. Bular oddiy ta'mir emas. Bular texnik xavfsizlikka, qo'shnilar huquqiga, uy konstruksiyasiga ta'sir qilishi mumkin. Agar ruxsat bo'lmasa, jarima avvalgi holatga qaytarish majburiyati, sud nizosi bo'lishi mumkin. Ba'zi og'ir holatlarda mulkdan foydalanish cheklanishi ham mumkin. 5-xavfli guruh. Meros hujjatini rasmiylashtirmaganlar. Masalan, ota-onadan qolgan kvartirada 3 aka-uka bor. Katta aka uyda yashab keladi, kommunal to'laydi, ta'mir qiladi. Lekin meros ochilgandan keyin notariusga bormagan, ulushlar aniqlanmagan. 10 yildan keyin ukasi yoki singlisi kelib, bu uyda mening ham ulushim bor desa, nizoni sud hal qiladi. Katta aka men ta'mir qildim, men yashadim degani bilan mulk huquqi avtomatik to'liq o'tmaydi. Hujjat qilinmagan meros ertaga kvartira sotishda, garovga qo'yishda, bolalarga o'tkazishda katta muammoga aylanadi. 6-xavfli guruh arzon narxda, shubhali sharoitda uy sotib olayotganlar. Masalan, bozorda shunday kvartira $6,000, sizga 22 ga taklif qilishyapti. Tez pul kerak, bugun zaqlat bering deyishyapti. Egasi chet elda ishonchnoma orqali sotamiz deyishyapti. Uyda ro'yxatda turgan odamlar bor. Voyaga yetmagan bola bor, sobiq turmush o'rtog'i roziligi yo'q. Sudda nizo bor bo'lishi mumkin. Arzon narx har doim ham omad degani emas. Ko'pincha arzon narx o'rtida huquqiy xavf yashiringan bo'ladi. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar kvartira sizning nomingizda davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lsa, kadastr hujjati joyida bo'lsa, oldi sotdi yoki hadya shartnomasi notarius orqali rasmiylashtirgan bo'lsa, garov va taqiq bo'lmasa, kommunal va soliq qarzlari nazoratda bo'lsa, oilaviy roziliklar to'g'ri olingan bo'lsa, siz qonun himoyadasiz. Lekin baribir men yilga kamida bir marta hujjatlaringizni tekshirib qo'ying deyman. Chunki ko'p muammo odamlar beparvoligidan kelib chiqadi. Birinchi misol, Akmal aka kvartirani tanishidan sotib oldi. Narxi $35,000. Ular notariusga bormadi. Chunki sotuvchi soliq va rasmiy xarajatga pul ketadi. Ishonchnoma qilib beraman dedi. Akmal aka pulni naqd berdi, faqat oddiy bir daftar varag'iga tilxat oldi. Oradan 2 yil o'tib sotuvchi vafot etdi. Merosxo'rlar kvartirani talab qildi. Akmal aka sudga bordi. Muammo shunda ediki, pul berilganini to'liq isbotlash qiyin, shartnoma esa rasmiy emas. Natijada u yillar davomida sudma-sud yurishi, qo'shimcha xarajat qilishi mumkin. Mana shu yerda asosiy xato. Mulkni rasmiy oldi-sotdisiz olish. Ikkinchi misol. Nodira opa ipoteka oldi. Oyga 1 million so'm to'lash kerak edi. Dastlab to'ladi, keyin ishdan bo'shadi. 7 oy to'lamadi. Bankdan kelgan xatlarni ochmadi, telefonlarga javob bermadi. U baribir meni chiqarib yubora olmaydi deb o'yladi. Lekin bank hujjatlarini sudga tayyorladi. Agar Nodira opa 1-oydayoq bankka borib, to'lov muddatini cho'zish, kredit ta'tili, foizlarni qayta hisoblash, qarzni bo'lib to'lash bo'yicha ariza berganda ehtimol uyini saqlab qolish imkoniyati ko'proq bo'lardi. Muammo qarzda emas, muammo qarzga befarq qarashda. 3-misol, bir oila yangi qurilgan uydan kvartira oldi. Quruvchi kompaniya tez orada kadastr bo'ladi dedi. Odamlar pulni to'liq berdi, ko'chib kirdi. Lekin bino foydalanishga topshirilmagan hujjatlar chala, yer ajratish qarorida muammo bor ekan. Keyin quruvchi bilan davlat organlari o'rtasida nizo boshlandi. Odamlar esa biz pul berganmiz deb qolaverdi. Bu yerda xaridor albatta tekshirishi kerak edi. Quruvchining litsenziyasi, yer hujjati, qurilish ruxsati, obyektning qaysi bosqichda ekanligi, shartnomada muddat va javobgarlik bor yo'qligi. 4-misol. Er-xotin nikoh davomida kvartira oldi. Hujjat faqat erning nomida edi. Keyin er kvartirani yashirincha sotmoqchi bo'ldi. Notarius xotinning roziligini so'radi. Agar rozilik olinmasa, keyinchalik bitim bekor qilinishi mumkin. Chunki nikoh davomida orttirilgan mol-mulk odatda er-xotinning umumiy mulki hisoblanadi. Hujjat faqat bitta odam nomida bo'lishi ikkinchi tomonning huquqi yo'q degani emas. Mana bu juda muhim nozik jihat. 5-misol. Bir odam katta qarzga botdi. Sud jarayoni boshlanishidan oldin kvartirasini ukasiga hadya qilib yubordi. U endi mening
nomimda mulk yo'q, hech narsa qilolmaydi deb o'yladi. Lekin kreditor sudga murojaat qilib, bu bitim aslida qarzni yashirish, kreditor manfaatidan qochish uchun qilinganini isbotlashi mumkin. Agar sud shunday xulosaga kelsa, hadya shartnomasi haqiqiy emas deb topilishi ehtimoli bor. Demak, mol-mulkni qarzdan qochish uchun sun'iy o'tkazish ham xavfli. Endi juda muhim nozik masalalarga o'tamiz. Birinchisi yagona uy masalasi. Ko'pchilik agar bu mening yagona uyim bo'lsa, uni hech kim ololmaydi deydi. Bu gap har doim ham to'liq to'g'ri emas. Ayrim ijro holatlarida yagona turar joyga nisbatan cheklovlar bo'lishi. Lekin uni undirish masalasida qonunda alohida himoya normalari bo'lishi mumkin. Biroq agar o'sha uy garovga qo'yilgan bo'lsa, masalan ipoteka bo'yicha vaziyat boshqacha. Garov shartnomasi bo'lsa, kreditorning huquqi kuchliroq bo'ladi. Shuning uchun yagona uy degan iboraga suyanib qolmang. Hujjatdagi garov va majburiyatni tekshiring. Ikkinchi nozik nuqta: voyaga yetmagan bolalar ro'yxatda turgan kvartira. Agar uyda bola doimiy ro'yxatda bo'lsa yoki bolaning ulushi bo'lsa, bitimlar murakkablashadi. Bolaning mulkiy huquqi buzilmasligi kerak. Ba'zi holatlarda vasiylik va homiylik organlari roziligi kerak bo'ladi. Masalan, bola ulushiga ega bo'lgan kvartira sotilsa, bolaning sharoiti yomonlashmasligi lozim. Aks holda keyinchalik bitimga e'tiroz bildirilishi mumkin. Uchinchi nozik nuqta: ro'yxatda turish mulkdorlik emas. Kimdir kvartirada propiskada turgani uchun mening ham uyim deb o'ylaydi. Yo'q, ro'yxatda turish yashash huquqi bilan bog'liq bo'lishi mumkin, lekin mulk huquqini anglatmaydi. Boshqa tomondan xaridor uchun bu baribir muammo. Chunki siz kvartira sotib olsangiz, ichida ro'yxatdan chiqmagan odamlar bo'lsa, keyin ularni chiqarish uchun sudga borishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Shuning uchun bitimdan oldin kimlar ro'yxatda turganini albatta tekshiring. 4-nozik nuqta: kommunal qarzlar. Odatda kommunal qarz shaxsga yoki obyektga bog'lanishi bo'yicha amaliyotda turli vaziyatlar bo'ladi. Siz uy sotib olayotganda elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi, shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi bo'yicha qarzlar bor yo'qligini tekshirmasangiz, keyin eshik taqillatadiganlar sizni bezovta qiladi. Bu qarz eski egasiniki deb aytish oson, lekin amalda hujjat yig'ish, murojaat qilish, ajratish vaqt oladi. Eng to'g'ri yo'l sotuvchi bitimdan oldin barcha qarzlarni yopishi va ma'lumotni olib berishi. 5-nozik nuqta: kadastrdagi maydon bilan real maydon mos kelmasligi. Hujjatda 6,2 kvadrat metr, realda 7,2 kvadrat metr. Nega? Balki balkon qo'shilgan, devor surilgan, umumiy maydon egallangan. Sotuvchi hamma shunday qilgan deydi. Lekin ertaga tekshiruvda ortiqcha qurilma noqonuniy deb topilishi mumkin. Siz esa xaridor sifatida muammoni meros qilib olasiz. Shu sababli uy sotib olayotganda faqat chiroyli remontga qaramang. Kadastr rejasi bilan real holatni solishtiring. 6-nozik nuqta: sudda nizo bor kvartira. Ba'zida sotuvchi tez sotishga urinadi. Chunki merosxo'rlar o'rtasida ish ketayotgan bo'ladi yoki sobiq turmush o'rtog'i da'vo qilgan bo'ladi. Siz esa bilmasdan sotib olasiz. Keyin da'vo sizga ham ta'sir qiladi. Notarius ayrim taqiqlarni ko'radi, lekin har bir yashirin nizoni avtomatik bilish har doim ham oson emas. Shuning uchun sotuvchidan yozma kafolatlar, oilaviy roziliklar, meros hujjatlari, sud nizosi yo'qligi haqida ma'lumotlarni talab qilish kerak. Endi eng kerakli qism: siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Agar sizning kvartirangiz bor bo'lsa, birinchi navbatda kadastr hujjatlarini tekshiring. Kadastr pasporti bormi? Mulk huquqi davlat ro'yxatdan o'tganmi? Egasi kim deb ko'rsatilgan? Maydon qancha, manzil to'g'rimi? Xonalar soni mosmi? Agar eski hujjat bo'lsa, kadastr organiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, ma'lumotlarni yangilash imkoniyatini so'rang. Ikkinchi qadam: kvartirada taqiq, garov, band solingan yoki sud ijrosi bo'yicha cheklov bormi? Tekshiring. Buni notarius orqali bitimdan oldin albatta ko'rish kerak. Agar o'zingiz shunchaki xotirjam bo'lmoqchi bo'lsangiz, tegishli davlat xizmatlari, kadastr ma'lumotlari, bank garovi bo'yicha hujjatlarni tekshirtiring. Ayniqsa ipoteka tugagan bo'lsa, bankdan garov yechilgani haqida hujjat oling va ro'yxatdan chiqartiring. Ko'pchilik kreditni yopadi, lekin garovni bazdan yechishni unutadi. Keyin uy sotmoqchi bo'lsa, muammo chiqadi. 3-qadam: qarzlaringizni nazorat qiling. Agar bank krediti, aliment, soliq, jarima, sud qarori bo'yicha majburiyat bo'lsa, uni yashirmang. Sud ijrochisidan qochish muammoni kattalashtiradi. Yaxshisi rasmiy ariza yozing. Qarzni bo'lib to'lash, muddat berish, ish haqidan ushlab qolish, kelishuv tuzish, ijro harakatlarini yumshatish bo'yicha murojaat qiling.
Arizada oylik daromadingiz, oilaviy ahvolingiz, boqimandingiz borligi, to'lash rejangizni yozing. Og'zaki gap yetmaydi. Hammasini yozma topshiring va qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki elektron javobini saqlang. 4-qadam, ipoteka bo'lsa bank bilan aloqani uzmang. Bir oy to'lay olmasangiz ham darhol boring. Men falon sababga ko'ra vaqtincha qiynaldim. 3 oy davomida kamaytirilgan to'lov muddatni uzaytirish yoki restrukturizatsiya so'rayman deb ariza yozing. Ishsiz qolgan bo'lsangiz, mehnat daftarchasi yoki ishdan bo'shaganingiz haqidagi hujjat, kasal bo'lsangiz tibbiy hujjat, daromad kamaygan bo'lsa tasdiqlovchi ma'lumotlarni ilova qiling. Bank ham har doim uyni sotib yuborishni xohlamaydi. Ko'pincha unga pul qaytishi muhim. Siz tartibli muloqot qilsangiz, yechim topish ehtimoli oshadi. 5-qadam, uy sotib olayotgan bo'lsangiz, hech qachon pulni to'liq oldindan bermang. Avval hujjat tekshiruvi, keyin notarial shartnoma, keyin hisob-kitob. Imkon bo'lsa pulni bank orqali o'tkazing. Naqd bergan bo'lsangiz ham notarial shartnomada haqiqiy summa ko'rsatilishiga harakat qiling. Ba'zi odamlar soliq yoki xarajatdan qochib shartnomada 500 million o'rniga 200 million yozadi. Keyin bitim bekor bo'lsa, siz faqat hujjatda ko'rsatilgan summani talab qilishda qiynalasiz. Bu juda katta xato. 6-qadam, sotuvchining oilaviy holatini tekshiring. U nikohdami? Ajrashganmi? Kvartira nikoh davrida olinganmi? Turmush o'rtog'ining roziligi kerakmi? Agar meros uy bo'lsa, barcha merosxo'rlar huquqi rasmiy hal qilinganmi? Agar hadya qilingan bo'lsa, hadya qiluvchi yoki uning qarindoshlari keyin da'vo qilishi mumkin bo'lgan shubhali holat bormi? Agar ishonchnoma orqali sotilayotgan bo'lsa, ishonchnoma haqiqiymi? Muddati o'tmaganmi? Egasi tirikmi? Ishonchnoma bekor qilinmaganmi? Vakolatda aynan sotish huquqi yozilganmi? Bularning hammasi mayda ko'rinadi, lekin sudda hal qiluvchi bo'lishi mumkin. 7-qadam, yangi qurilishdan kvartira olayotgan bo'lsangiz, quruvchining obro'siga emas, o'z hujjatiga qarang. Yer ajratish hujjati, loyiha hujjati, qurilish ruxsati, shartnoma shartlari, to'lov jadvali, topshirish muddati, kechiktirgani uchun javobgarlik, kvartira maydoni o'zgarib qolsa qayta hisob-kitob tartibi, kadastr qachon berilishi, bino foydalanishga qachon topshirilishi aniq yozilgan bo'lsin. Aka, xavotir olmang, hammasi zo'r degan gap huquqiy kafolat emas. 8-qadam, ruxsatsiz qayta qurilish qilmang. Davor buzish, balkon kengaytirish, umumiy yo'lni qo'shib olish, fasadni o'zgartirish, gaz quvurlarini ko'chirish, ventilyatsiyani yopish, qo'shni devorga zarar yetkazish kabi ishlar oldidan tegishli mutaxassis va tashkilotlardan ruxsat masalasini aniqlang. Uy faqat sizniki emas. Ko'p qavatli binoda umumiy xavfsizlik bor. Bitta noto'g'ri devor buzilishi butun podyezdga xavf tug'dirishi mumkin. 9-qadam, barcha to'lov va kelishuvlarni hujjatlashtiring. Uy uchun zaxlat berdingizmi? Albatta yozma kelishuv qiling. Kim berdi? Kim oldi? Qaysi kvartira uchun? Summa qancha? Qachon asosiy shartnoma bo'ladi? Kim rad etsa pul qaytariladimi yoki qoladimi? Tilxatda pasport ma'lumotlari, sana, imzo, guvohlar bo'lsa yanada yaxshi. Lekin eng xavfsizi rasmiy tartibda harakat qilish. 10-qadam, agar sizga kvartirangiz bo'yicha ogohlantirish, sud chaqiruvi, ijro xati, bankdan talabnoma, hokimiyat yoki kadastrdan xat kelsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Ko'pchilik xatni olmaydi. Olmasam jarayon yurmaydi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Siz kelmasangiz ham ish ko'rilishi, qaror chiqishi mumkin. Darhol hujjat nusxasini oling, muddatlarni tekshiring, e'tiroz yozing. Kerak bo'lsa advokatga murojaat qiling. Sud qaroriga shikoyat qilish muddati bor. Ijro harakatlariga e'tiroz bildirish muddati bor. Muddat o'tib ketsa imkoniyat kamayadi. Alohida tushuntiraman, taqiq qo'yilishi kvartira darhol tortib olindi degani emas. Taqiq ko'pincha mulk sotish, hadya qilish, garovga qo'yish kabi harakatlarni vaqtincha to'xtatadi. Sababi qarz, sud nizosi, meros bo'yicha da'vo, jinoyat ishi doirasidagi choralar yoki boshqa huquqiy sabablar bo'lishi mumkin. Bunday holatda birinchi ish, taqiqni kim qo'ygani aniqlang. Sudmi, ijro byurosimi, tergov organimi, bank yoki boshqa vakolatli organmi? Ikkinchi ish, asos hujjatini oling. Qaysi qaror, qaysi ish raqami, qaysi summa, qaysi da'vo. Uchinchi, agar qarz bo'lsa, to'lov rejasini tuzing. Agar xato bo'lsa, taqiqni yechish bo'yicha ariza bering. Agar sud nizosi bo'lsa, da'vo arizasiga yozma e'tiroz tayyorlang. 4-ish, barcha ariza va javoblarni nusxada saqlang. Telefon orqali bo'ladi degan gap bilan cheklanib qolmang. Agar sizning kvartirangiz xatolik bilan boshqa odamning qarzi bo'yicha taqiqqa tushgan bo'lsa, bu ham amaliyotda uchraydi. Masalan, ism-sharif o'xshash.
Manzil noto'g'ri kiritilgan, eski egasining qarzi qolgan. Bunda mulk huquqingizni tasdiqlovchi hujjat, oldi sotish shartnomasi, kadastr ko'chirmasi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat bilan taqiq qo'ygan organga murojaat qilasiz. Javob bo'lmasa yoki rad etsa, yuqori organga yoki sudga shikoyat qilish mumkin. Men amaliyotda eng ko'p ko'radigan xatolarni sanab o'taman. Birinchisi, odamlar hujjatni o'qimay imzo qo'yadi. Notariusda ham, bankda ham, quruvchi ofisida ham shartnomani shoshmasdan o'qing. Tushunmagan joyingizni so'rang. Ikkinchisi, tanish orqali hal qilamiz deyishadi. Tanish bugun bor, ertaga yo'q. Hujjat esa qoladi. Uchinchisi, bozor narxidan juda arzon uyga o'tishadi. Arzonlikning sababini aniqlamasdan pul bermang. To'rtinchisi, qarz bo'yicha xatlardan qochishadi. Qochgan odam emas, kelishuv izlagan odam uyini ko'proq saqlab qoladi. Beshik merosini yillar davomida rasmiylashtirmaydi. Keyin avlodlar o'rtasida katta nizo chiqadi. Yana bitta muhim gap, kvartira bo'yicha har qanday tezkor yangi qonun chiqdi. Hammaning uy olinadi degan xabarga darhol ishonmang. Har bir qonunning matni, kuchga kirish sanasi, kimlarga tatbiq etilishi istisnolari bo'ladi. Men sizga maslahat beraman. Vahimali sarlavhani ko'rsangiz, rasmiy manbadan tekshiring, mutaxassisdan so'rang, keyin xulosa qiling. Chunki ayrimlar qo'rquv orqali tomosha yig'adi. Lekin odamlar noto'g'ri qaror qabul qilib qo'yishi mumkin. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, qonuniy, toza hujjatli, qarsiz, garov va taqiqsiz kvartira egasi vahimaga tushmasligi kerak. Lekin ishonch bilan yashayotganlar, ipotekani to'lay olmayotganlar, katta qarzi borlar, merosni rasmiylashtirmaganlar, noqonuniy qayta qurilish qilganlar, shubhali uy sotib olayotganlar juda ehtiyot bo'lishi shart. Kvartira tortib olinishi odatda bir kunda bo'ladigan ish emas. Bunga olib boradigan huquqiy jarayonlar, qarorlar, ogohlantirishlar, sud va ijro bosqichlari bo'ladi. Siz vaqtida harakat qilsangiz, ko'p muammolarning oldini olishingiz mumkin. Hozir videoni ko'rib bo'lgach, uy hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Kadastr, oldi sotish shartnomasi, bank garovi, kommunal to'lovlar, meros hujjatlari, ro'yxatda turganlar bo'yicha ma'lumot. Agar biror joy jala bo'lsa, kechiktirmang. Davlat xizmatlari markazi, notarius, kadastr organi, bank yoki yuristga murojaat qiling. Sizda shunday holat bo'lganmi? Kvartira hujjati, ipoteka, meros, taqiq yoki oldi sotdi bo'yicha muammo chiqqanmi? Izohlarda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p so'ralgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki uy-joy masalasida bitta to'g'ri ma'lumot butun oilani katta yo'qotishdan saqlab qolishi mumkin.